Jizzax viloyatida tabiiy gazning elektron hisoblagichlarga tashqi ta'sir ko'rsatish bilan bog'liq noqonuniy holatlar tobora ko'paymoqda. Avval xabar berganimizdek, ayrim iste'molchilar hisoblagichning ichki parrak qismini ataylab sindirish orqali gaz sarfini sun'iy kamaytirishga urinmoqda. Bu esa real iste'mol bilan hisob-kitob o'rtasida katta tafovut paydo bo'lishiga olib kelmoqda. Bunday qonunbuzarliklar avvalo iste'mol dinamikasi orqali aniqlanadi. Ya'ni ilgari gazni ko'p sarflagan xonadonlarda iste'molning keskin kamayishi mutaxassislar e'tiborini tortadi. Tekshiruv davomida esa hisoblagich parragining shikastlanganligi fosh bo'lmoqda. Aniq misollar: Paxtakor tumani Do'stlik mahallasi tekshiruvda hisoblagichga noqonuniy aralashuv aniqlanib, qayta hisob-kitob qilindi. Jami gaz hajmi 100.800 metr kub, yetkazilgan zarar 353 million so'mdan ortiq. Mana qarang. Bitta, ikkita, to'g'rimi? Mana uchinchisi yo'q. Ko'rasizmi? Ha, ko'rdim. Ko'rdingizmi? Paxtakor tumani G'alaba mahallasi jami gaz hajmi 121 ming kub, yetkazilgan zarar 417 million so'mdan ortiq. Uchta bo'ladi-da. Mana qarang, atverka bilan kompozment cho'chqa tegilingan tashqi ta'sir aka. Shu bilan birga bunday holatlar ulgurji iste'molchilar orasida ham uchramoqda. Jizzax shahridagi umumiy ovqatlanish shoxobchalaridan birida aniqlangan qonunbuzarlik bo'yicha 697 million so'm jarima qo'llanildi. Bu iste'molchini egusi ochib ko'rilganda ichidagi parrak 3 ta parrak but holda bo'lishdi, lekin bittasi mana singan holatda chiqyapti.